Yangi O'zbekiston. Bu shunchaki yangilangan shaharlar, zamonaviy binolar yoki keng yo'llar emas. Bu har bir qadamda, har bir qarashda, har bir yurakda seziladigan kelajak nafasi. Bugun mamlakatimiz o'zgarib bormoqda. Shiddat bilan, ishonch bilan, ilhom bilan. Ammo eng asosiy o'zgarish bu odamlar, katta imkoniyatlar davrida voyaga yetayotgan avlod, orzulari har qachongidan ham yaqin bo'lgan bolalar. Понятие общественность – это группа людей, объединенных общим интересом к деятельности организаций, продукту или проблеме. Именно общественность формирует доверие, репутацию и имидж компании. Я не поняла, почему ты опаздываешь? Ты домашку делала вообще? Я думала, ты скинешь. У меня проекты, жизнь, тиктоки. Девочки, это что за безобразие? В наше время все было по-другому. У нас не было таких возможностей, как у вас. Ладно, ребята, вернемся к уроку. Mamlakat o'zgarishda davom etmoqda. Tashqi siyosatning yangilanishi qo'shnilar Qirg'iziston va Tojikiston bilan aloqalarning mustahkamlanishiga olib keldi. Vizasiz rejim joriy etildi. Qo'shma loyihalar yo'lga qo'yildi. O'zbekiston Turkiya bilan munosabatlarni tikladi. Savdo, turizm va texnologiyalar sohasidagi hamkorlikni kengaytirdi. Dunyo O'zbekistonni qaytadan kashf etmoqda. Zamonaviy, dinamik va kelajakka intilayotgan mamlakat sifatida. Bugun O'zbekiston dadil qadamlar bilan kelajakka intilmoqda. Mamlakat esa cheklovlardan voz kechmoqda. Yoshlarga yo'l ochmoqda. Yangi universitetlar, texnoparklar va ish o'rinlari yaratmoqda. Majburiy mehnat tugatildi. Iqtisodiyot modernizatsiya qilinmoqda. Raqamli xizmatlar joriy etilmoqda. Hayot darajasi va ochiqlik oshmoqda. Yangi O'zbekiston bu shunchaki islohotlar emas. Bu insonga bo'lgan ishonch, bu o'qish, ishlash, orzu qilish va ertangi kunni qurish imkoniyati. O'z xalqi bilan birga o'zgarayotgan mamlakat va bu tarix endi boshlanmoqda. Odamlarning dunyoqarashi o'zgaradi, men bunga ishonaman. Mana shu kunlarda uchrashish hammamizga sog'lik, omonlikda nasib qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.